هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saffat tefsiri 114. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Saffat suresi 114. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz hakikaten Musa bilen Harun'a peygamberlik bilen ihsan kıldık. Ulanı ve ulanın kavmini, yani Beni İsrail'ni çoğun gamdin, yani Firavun'un ulanı kul kılışıdın halasta kuzduq. Biz ulağı yardım berdik. Şunun için ulağı galbi kıldı. Ulağa roşen bir kitapni, yani Tevratni berdik. Ulanı doğru yolga başladık. Kiyinkileşçide ulağı yaxşı nam kaldırdık. Musa'a ve Harun'a bizden salam bolsun. Biz hakikaten yaxşı iş kılgıçılarını muşundaq mükafatlaymiz. Ula hakikaten bizden mümin bendilerimizdendir. Musa ve Harun'un bayanı doğrusuda. Allah Teala bu ayetlerde Musa bilen Harun'a ata kılgan peygamberlik ve o ikisini ulağı iman etkanlar bilen bille Firavun ve onun kavminin zulmüdün kutquzganlık nimetini bayan kıldı. Firavun ve onun kavmi ulağı azaplık cezalarını, eziyetlerini beretti. Ulanın oğullarını öldürüp ayallarını hizmetkar kılıp işletişki elip kalattı da ulanı en pes işlağı salattı. Muşundaq bir qiyin şaraitda Allah Teala düşmanlarına karşı ulağı yardım berdi. Ulanın köngüllerini düşmanlarının korkuncudan hatırcam kıldı. Ula düşmanlarını yendi. Ulanın yer zamanlarına ömür boyu toplagan mal dünyalarga ega boldu. Andın Allah Teala Musa aleyhisselamga Tevrat'tan ibaret roşen, oçuq ve nurluq bolgan katta kitapni nazil kıldı. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Biz hakikaten Musa bilen Harun'a Furqonni, nurni berdik. Ulağa roşen bir kitapni, yani Tevratni berdik. Ulanı sözlerde ve amellerde doğru yolga başladık. Kiyinkileşçide ulağa yaxşı nam kaldırdık. Yani uladın kiyin ulağa güzel eslimelerini, çıraylık medhilerini kaldırdık. Musa'a ve Harun'a bizden salam bolsun. Biz hakikaten yaxşı iş kılgıçılarını muşundaq mükafatlaymiz. Ula hakikaten bizden mümin bendilerimizdendir. İlyas mu hakikaten peygamberlerdendir. Öz vaxtida o kavmiga etti. Allah'tan korkmam sizler. Sizler yaratqıçılarının en avzili Allah'ını terk etip Ba'li namlıq butga çoqunamsizlar. Allah sizlerning Rabbinglardir ve burunqi ati bovanglarning Rabbidir. Ular onu inkar qildi. Şek şübhisizki ular azabqa hazır qılındı. Faqat Allah'ның ixlasmən bəndiləri bunundan müstəsna. Kiyinkiler içində onunğa, yani İlyasqa yaxşı nam qaldırdıq. İlyasqa bizden salam bolsun. Biz hakikaten yaxşı iş qılğıçılarını muşundaq mükafatlaymiz. Hakikaten o
bizning mu'min bandalarimizdandir. İlyas alayhissalomning bayoni to'g'risida Qatada va Muhammad ibn Ishaq bu oyatdagi İlyas degan ismdan İdris alayhissalom ko'z tutildi deydi. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhuning İlyas degan so'z İdris alayhissalomni ko'rsatdi deganligini rivoyat qilgan. Zahhakmu bu vaqtda shundoq degan. Vahib ibn Munabbih İlyas Yasinning o'g'lidir. Yasin Finhasning o'g'lidir. Finhas Ayzarning o'g'lidir. Ayzar Harunning o'g'lidir. Harun İmronning o'g'lidir degan. Allah Taala İlyasni Hizqil alayhissalomdan keyin Bani Isroilga payg'ambar qilib avatgan. Shu vaqtda ular Bail deb ataladigan bir butqa cho'qinatdi. İlyas ularni Allah Taala tarafga da'vat qilib, Allah Taaladan boshqa narsaga ibodat qilishdan to'sgan. İlyasga ularning podshohi iymon etgan bo'lib, keyin u iymondan yenib olgan edi. Ular gumrohlikda davom qilaverdi. Ulardan bir odam İlyasga iymon etmadi. Shuning bilan İlyas Allah Taolaga iltijo qilib, ularga beddua qildi. Natijada Allah Taala ularga 3 yilgacha yomg'ir yog'dirib bermadi. Ondan ular bu baloning o'zlaridan ko'tarilib ketishi uchun İlyasdan Robbiga duo qilishni o'tindi va agar ularga yomg'ir yog'dirilsa, ularning uningga iymon etadiganligiga va'da qilishdi. İlyas Allah Taolaga duo qilib, ularga yomg'ir tiladi. Shuning bilan ularga mo'l yomg'ir yog'di. Lekin ular kufrida texama haddidan oshdi. Shuning bilan İlyas Allah Taoladan o'zini o'z dargohi tarafga elib ketishni tilab duo qildi. İlyasning qo'lida Yasai ibn Uxtub alayhissalom tarbiyalanib cho'ng bo'lgan edi. İlyas Allah Taala tarafidan muayyan bir joyga berishga, uning yeniga nima kelishidan qat'iy nazar kelgan o narsaga minishga, uningdan qilch qo'rqmaslikka buyurildi. U va'da qilingan joyga borganda uning yeniga o'tdim bo'lgan bir ot kelgan. Shuning bilan u otga mingan. Allah Taala uni nur bilan o'rg'an va uningga qushlarning paylarini kiygizgan. U farishtalar bilan osmon va zaminning oraliqida inson farishtasi bo'lib uchib yurgan. Bu rivoyatni Vahib ibn Munabbih ahli kitoblardan mushundaq rivoyat qilgan. Biroq uning to'g'ri xatoligini Allah Taala obdan bilgichidir. Öz vaqtida qavmiga aytdi. Allah'tan qo'rqmamsizlar. Ya'ni Allah Taoladan boshqa narsaga ibodat qilganliginglar uchun g'olib va buyuk Allah Taolaning sizlarni jazolashidan qo'rqmamsizlar. Sizlar yaratquchilarning eng avzili Allah Taolani tark etib, Ba'li nomli butga cho'qinamsizlar. Bu oyat haqida Abdurrahman ibn Zayd mundaq deydi. Ba'li bir butning ismi bo'lib, uningga Damashqning g'arbiga joylashgan Ba'li Bakka degan shaharning aholisi cho'qinatdi. Allah sizlarning Rabbinglardir va burunqi ota-bobonglarning Rabbidir. Ya'ni ibodat qilishga hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Allah Taolaning o'zila haqliqdir. Ular uni inkor qildi. Shek shubhisizki ular qiyomat kuni azobga hozir qilindi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari, ya'ni ulardan Allah Taolani bor va bir deb biladiganlar buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasga yaxshi nom, ya'ni go'zal madhiya qoldirdik.
İlyasqa bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mu'min bandalarimizdandir. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. Öz vaqtida Lutni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. Faqat Momay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Lut qavmining halok qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bendisi va payg'ambari Lut alayhissalomga aloqador tuvandagi ahvollardan xabar berdi. Alloh taolo uni qavmiga payg'ambar qilib avatdi. Biroq ular uni inkor qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ichidan uni va uning ayolidan boshqa tavalarini halok bo'lishdan qutqizdi. Uning ayoli halok bo'lgan qavmi bilan birga halok qilindi. Alloh taolo haqiqatan ularni turli azoblar bilan halok qildi. Ularning yashab o'tgan o'rnini manzarasi nihoyat ko'rimsiz, suyining ta'mi ochiq, puruqi badbo'y bo'lgan sesiq ko'lga aylantirib o'tdi. Ham u joyni safar qiluvchilar kech-kunduz o'tib turadigan yo'l ustida qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Ya'ni Alloh taolo ularni qandoq halok qilganligidan ibrat olmamsizlar? Ya'ni Alloh taolo ularni qandoq halok qilganligidan ibrat olmamsizlar? Kafirlarning shundoq oqibatga qoldiganligini bilmamsizlar? Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib, kishilar bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yeniklatish uchun chek tashlashdi. Yunus chekdi mag'lub bo'lganlardan bo'lib, dengizga tashlandi. Uni cho'ng bir beliq yutib etdi. U qavmini tashlab, Rabbining iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatga chiqalatdi. Uni biz dengiz sahilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qornidan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soy tashlab turish uchun bir top kavuni o'stirib berdik. Bir tüp kavuni o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajal yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Yunus alayhissalomning qissasi to'g'risida. Yunus alayhissalomning qissasi haqida sura Anbiyo to'xtaldigan edik. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday bir bandining o'zini Yunus ibn Matadin yaxshi deyishi durust emas. Öz vaqtida u qavmidan qochib, oziq-tulik bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yeniklatish uchun chek tashlashdi. Yunus chekdan mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Ya'ni asli voqelik mundaq edi. Dolqinlar kemani har tarafdan urishga boshladi. Kemadagilar suvga g'arq bo'lib ketish oldida turadi. Ular chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yeniklatish maqsadida chek tashlashdi. Ular
qoyil bo'lmay 3 qitim chek tashlashgan bo'lsa-mu, 3-li qitim chek Alloh taolaning payg'ambari Yunus alayhisalomga chiqib qoldi. Ular o'zlarining ichidan Yunusning dengizga tashlanishini xohlamaydi. Yunus o'zini tashlash uchun kiyimlarini soldi. Halbuki ular uning o'zini dengizga tashlashini xohlamaydi. Alloh taolo Yeşil dengizdan bir beliqqa dengizlarni yerib berib, Yunus alayhisalomni uning atlarini zedi qilmasdan, so'ngaklarini sundirmasdan yutib olishga buyurdi. O beliq naq maydonga yetib keldi. Yunus alayhisalom o'zini dengizga tashladi. Beliq uni yutib oldi-da, uni elib ketib qoldi. Beliq uni elib bütün dengizlarni aylanib chiqdi. Yunus beliqning qorniga kirib ketgandan keyin o'zini o'ldim deb o'yladi. Keyin beshini, ikki putini va u yer bu yerlarini midiriltib beqib, o'zining tirik ekanligini bildi. Shuning bilan u o'rnidan turib, beliqning qo'sig'ida namoz o'qidi va ey Rabbim, insonlardan hech kimning oyog'i tegmagan bir joyni sana namoz o'qish uchun masjid qilib oldim deb duo qildi. Ulamolar uning beliqning qornida qanchalik vaqt turganligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Qatada 3 kun turgan dedi. Ja'far Sadiq radhiyallohu anhu 7 kun turgan dedi. Abu Malik 40 kun turgan dedi. Mujahid Şa'bidan rivoyat qilib, beliq uni chashka vaqtida yutib olib, kechqurun yondirib chiqarib etgan dedi. Lekin u turgan vaqtning qanchalik ekanligini Alloh taolo o'zi obdan biladi. Agar u tasbih aytqichilardan bo'lmasa edi, beliqning qornida albatta qiyomatgacha qolardi. Bu oyatning ma'nosini Zahhak ibn Qays, Abu Aliya, Vahib ibn Munabbih, Qatada va bir qancha kishilar agar u ilgari kangrichilik chog'da yaxshi amal qilmagan bo'lsa, beliqning qornida qiyomatgacha qoladi deganlikdir deb tafsir qilgan. Ibn Jarirmo bu qarashga qo'shilgan. Ibn Abbasdan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Xotirjamlikda Alloh taoloni to'nig'in. Beshinchi kun tushganda Alloh taolamo seni toniydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Said ibn Jubayr va boshqalar agar u tasbih aytuvchilardan bo'lmasa edi degan oyatdan Alloh taolaning u qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Rabbim sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen cemi kemçiliklerden paktursan. Men haqiqatan öz nefsimge zulüm qilg'uvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizamiz degan oyati ko'z tutildi degan. İbn Abu Hatem Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki Payg'ambar Yunus alayhissalom beliqning qornida turib duo qilish diliga kechgan chaqda u mundaq degan: Ey Alloh, sendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uvchilardan bo'ldim. Shuning bilan bu ovoz arshga yetib, arshni o'rib olgan. Farishtalar: Ey Rabbimiz, bu yiroq yot bir joydan kelgan tonishliq ingrash ovoziga degan. Alloh taolo uni tanimamsizlar degan. Farishtalar: Ey Rabbimiz, u kim bo'ladi deb so'ragan. Alloh taolo: U bandam Yunus deb javob bergan. Farishtalar: Uning yaxshi amali hamisha sening dargohingga ko'tarilib turadigan, duosi ijobat bo'lib turadigan heliqi bandang Yunusmi degan. Ular yana
ey Rabbimiz, uni xotirjamlikda qilgan yaxshi amallarining yuzidan marhamat qilib, uni beshiga kelgan balodan qutqizmamsan degan. Alloh taolo shunda qutqizaman degan. Ondan beliqqa amr qilgan. Beliq uni bir qurg'oq yerga purkigan. La havla va la quvvata illa billah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Uni biz dengiz sahilidagi bir qurg'oq yerga, ya'ni o'simlikmi yo'q, binomi yo'q bir yerga beliqning qornidan otdik. Ayni vaqtda u kasal, ya'ni teni ojiz bo'lib qolgan edi. Uning ustiga soya tashlab turish uchun bir tüp kavini o'stirib berdik. İbn Mas'ud ve İbn Abbas radıyallahu anhumala, Mücahid, Ekrime, Sa'id ibn Cübeyr, Vahib ibn Münabbih, Hilal ibn Yasaf, Abdullah ibn Tavus, Suddi, Qatada, Zahhak, Ata Khurasani ve bir qancha kişiler u bir tüp qapoq kavi idi degan. Ba'zilar qapoq kavining nurg'un foydalarini bayon qilgan. U tez o'sadigan, yaproqlari cho'ng bo'lganligi uchun tez soya tashlaydigan va yaproqlari yumron ekan. Uningga chivin yaqinlashmaydi ekan. Uning palikida tushgan kava yaxshi ozuqliq bo'ladi ekan. Uning ichini ham postini ham va pishiq holati yegili bo'ladi ekan. Payg'ambar alayhisalomning haqiqatan qapoq kavini yaxshi ko'radiganligi uni qachidan ilg'ab yeganligi rivoyat qilingan. Uni biz 100 ming, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Yunus qavmiga ilgari payg'ambar kelib avatilganidek, Yunus qavmiga ilgari payg'ambar qilib avatilganidek, u beliqning qornidan chiqqandan keyinmi u yana ularning yeniga qaytib berishga buyurildi. Ular uning payg'ambarligini tasdiq qildi va unga iymon etdi. İbn Abu Hatem Makhuldan Alloh taolaning balki buningdanmi ko'p degan oyati haqida rivoyat qilib, ular 110 ming kishi edi degan. Ular iymon etdi. Ya'ni Yunus alayhissalom payg'ambar qilib avatilgan ashu qavmning hammasi iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib. Ular ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Saffat tafsiridan 148-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.